İslam dinimiz hammaga o'z o'rnida ahamiyat bergan bir din. Masalan, islom dinimiz ibodatimizga buyuruydi, oxiratlik ishlarimizga buyuruydi. Yana shuningdek, dunyolik ishlarimizni bir musulmonning niyati bilan sog'lom bo'lib qolsa, uni ibodat hisoblaydi. Ya'ni islom dinimiz ibodatimizga ahamiyat bergan, tijoratimizga ahamiyat bergan, kishilik munosabatlarimizga ahamiyat bergan, oilamizga ahamiyat bergan va shundaqla do'stlarimizga ahamiyat bergan bir din. Shuning uchun mayli nima ish qilayli, yana bir tarafga sal qarab va uni yo'qotib qo'yib emas, hammani tang apmashqa, o'z o'rnida apmashqa ahamiyat berayli. Masalan, tijorat qilsak, hammani unutib tijorat qiladigan, pul topadigan mashina odamdek bo'lib qolmayli. Do'stlarimizdan aralashdik deb, oilamizni unutib qolmayli. Oilamizga ahamiyat berdik deb, kishilik munosabatlarimizga va yoki ustimizga majburiyatlarga ahamiyat bermay qolmayli. Hammani o'z holatida tangpun etmayli. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ayoli Hazrat Oyshaning qashig'iga Osman ibn Mat'un deydigan sahobaning ayoli kirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bu ayol sahoba qaragandan keyin u ayol sahobaninki o'zini tashlab o'tganligi, kiyimining surun mushundaq holatini ko'rgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Hazrat Oyshaga: "Ey Oysha, xavlaga nima bo'pti? Xuddi eri yo'q ayoldek o'zini tashlab o'tibdi-ku" deydi. Hazrat Oysha radhiyallohu anha bo'lsa: "Ey Rasululloh, uning yo'ldoshi kunduzi ro'za tutadi ekan, kechasi namoz o'qiydi ekan. Mana shunda ayolig'im ahamiyat bermay, bu ayol ya'ni xavla mana shunda eri yo'q ayoldek o'zini tashlab o'tibdi" deydi. Buni anglagan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom u ayolning yo'ldoshi bo'lgan Osman ibn Mas'un deydigan sahobani chaqirtib akilib: "Ey Osman ibn Mas'un, sen mening sunnatimdan yuz o'rmoqchimi? Men ro'za tutaman, ba'zi tutmayman. Namoz o'qiyman, ya'ni kechilik namozlarini, tahajjud namozlarini, nafl namozlarni ba'zida o'qiyman, ya'ni kechining ba'zi qismida o'qiyman, ba'zi qismida o'qimayman. Ba'zida ayollarim bilan birga bo'laman. Esingda bo'lsinki, Allohdan qo'rq, sening ustingda ayolingning haqqi bor" degan. Shuning uchun mayli nima ish qilayli. Hatto kitobni ko'p o'qib, darsni qattiq o'rganib, aql ish bilan bo'lgan vaqtimizda ma qalb ishiga sal qaramayli. Hamma ishni o'z joyida tangpon ilib manga vaqtimizda biz haqiqiy o'lchamli musulmon bo'lgan bo'lamiz.